barcha avtomobillarni qanaqa turda xarid qilishingiz mumkin va qisqacha obzorini sizlarga aytib o'taman. Qani kitik buni bo'lsa, ikkinchi pozitsiyasini esa 2 yilgacha bo'lgan muddatda rasmiylashtirib beramiz. Tashqari X50 avtomashinamizda ham ikkita pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi 260 million so'm tashkil etadi, ikkinchi pozitsiyasi esa 280 million so'mni. Bu avtomashinamizdan tan narxidan chegirma qilib, ya'ni birinchi pozitsiya 260 millionlik mashinani sizga 253 million 500 ga rasmiylashtirib beramiz. Bilan, ya'ni 1.5 turbo dvigatel 2 ballon, old ballon tortadigan variantni gibrid variantini sizlarga 3 yilga bo'lgan rassrochkaga chiqarib bera olamiz. Tek avtomashinamizga o'tsak, tek avtomashinamiz hozirgi damda eng statusli avtomashinamiz, ya'ni butun O'zbekiston biladi, arab sheyxlarini lyubimchiki bo'lgan bu avtomashinamizda sizlarga 4 yilga, ya'ni 48 oyga foizsiz bo'lib to'lashga rasmiylashtirib chiqarib bera olamiz. Bu do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Jitur Qarshi Sultanov Motors avtosalonidagi barcha avtomashinlarni qanaqa turda xarid qilishingiz mumkin va qisqacha obzorini sizlarga aytib o'taman. Qani kitik buni bo'lsa, X70 avtomashinamizdan boshlaymiz. X70 avtomashinamizda ikkita pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi 300 million so'm, ikkinchi pozitsiyasi esa 318 million 500 ming so'mni tashkil etadi. Siz hozir ko'rib turgan avtomashinangiz bu ikkinchi pozitsiyasi 318 million 500 minglik avtomashinamiz. Buni birinchi pozitsiyasini 300 millionlik narxda siz 5 yilgacha bo'lgan imtiyozli rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin yoki imtiyozli avtokreditga rasmiylashtirishingiz mumkin. Ya'ni 5 yilga birinchi pozitsiyasini foiz ustamasiz, bitta pasportni o'ziga, oylik shartisiz siz o'z nomingizga foizsiz bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin 60 oyga. Ikkinchi pozitsiyasini esa 2 yilgacha bo'lgan muddatda rasmiylashtirib beramiz. Atakda siz xohlasangiz, agar siz ya'ni kredit rasmiylashtirmoqchisiz, 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda rasmiylashtirishingiz mumkin. Foizlari esa oddiy avtokreditda 28, 30, 35% tashkil etmaydi. 1% dan 17% gacha bo'lgan foiz doirasida xarid qilishingiz mumkin. Bu X70 avtomashinamiz haqida ma'lumot. Birinchi, ikkinchi pozitsiyasini farqiga kelsak, agar 4 tagina narsasiga farq qiladi. Birinchisi bu farasiga, ikkinchi pozitsiyasida bilet, linza va optika bo'ladi. Birinchi pozitsiyasida linza va optikani o'zi, ya'ni keyin farasi oq va sariqligiga farq qiladi. Bagajda farq qiladi. Bagaji ikkinchi pozitsiyamizda elektrousilionni, ya'ni elektropaket bagaj, birinchi pozitsiyasida esa mexanicheskiy, ya'ni qo'lda ochib yopiladigan bagaj bo'ladi. Salon ichidagi dizayn emas, kojasiga va matosiga farq qiladi. Ya'ni siz birinchi pozitsiya olsangiz matodan ishlov berilgan bo'ladi, ikkinchi pozitsiyasida esa kojadan, ya'ni charmdan ishlov berilgan bo'ladi. Rulini dizayniga farq qiladi. Bu X70 haqida qisqacha ma'lumot. Mashinamizni yuragi 1.5 turbo dvigatel, 156 ot kuchi, 4 porshinli nemetskiy motor, korobkasi ham nemetskiy korobkadan ishlov berilgan va mashinamizga butun O'zbekiston bo'yicha texnik ko'riklarni, ya'ni servisimiz doirasida xizmat ko'rsatib bera olamiz. Bepul xizmatimiz 5 yil kafolat, 150 ming kilometrgacha kafolati mavjud. Butun O'zbekiston bo'yicha test qiladi. Xohlasangiz Qarshidan olgan paytingizda siz o'zingiz Toshkentdan bo'lsangiz yoki avtonom respublika Qoraqalpog'istondan bo'lasizmi yoki Surxondaryodan, Vodiydan farqi yo'q. Butun O'zbekiston bo'yicha servis texnik ko'riklarni biz sizga taqdim qila olamiz. 12 viloyatga va o'zimizning avtonom respublikamizda. Undan tashqari X50 avtomashinamizda ham ikkita pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi 260 million so'm tashkil etadi, ikkinchi pozitsiyasi esa 280 million so'mni. Bu avtomashinamizdan tan narxidan chegirma qilib, ya'ni birinchi pozitsiya 260 millionlik mashinani sizga 253 million 500 ga rasmiylashtirib beramiz va birinchi pozitsiyasini o'zini sizlar 3 yilga bo'lgan rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Foizsiz, ya'ni siz o'z tan narxini bo'lib to'laysiz. 1 so'm ustamasiz va peniyasiz variantda bitta pasportga rasmiylashtirib chiqarib beramiz. Ikkinchi full pozitsiyasini esa 273 million, ya'ni 280 millionlik mashinamizni chegirma qilib 273 millionga va 2 yilgacha bo'lgan rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. U ham sizga aytganimizdek foiz va peniyalarsiz. Xohlasangiz imtiyozli avtokreditga 1% dan 17% bo'lgan doirasida, ya'ni foiz doirasida sizga rasmiylashtirib bera olamiz. Bonuslarga kelsak, ikkala avtomashinamizga ham parog, polik, radiator zashta, tonirovka, boshqa viloyatdan kelsangiz mehmonxonalaringizgacha ko'tarib beramiz va polni bak benzinni ham taqdim qila olamiz. T1 avtomashinamizga o'tamiz. T1 avtomashinamizni bilasizlar, 3 ta pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi bilan, ya'ni 1.5 turbo dvigatel 2 ballon, old ballon tortadigan variantni gibrid variantini sizlarga 3 yilga bo'lgan rassrochkaga chiqarib bera olamiz yoki imtiyozli avtokreditlarga. Trading xizmatimiz ham mavjud. Ya'ni siz haydab yurgan mashinangizni kelib bizga topshirib, yangi mashinani 1 soatdan 4 soatgacha bo'lgan vaqtda xarid qilib chiqib ketishingiz mumkin. Biz o'zimiz qabul qilib olamiz. Sizdan bironta dokument talab qilinmaydi. Faqatgina notarius orqali bizga rasmiylashtirib bersangiz, mashinangizni bizga nomimizdan nomimizga o'tkazib bersangiz bo'ldi. Самое главное shu. Bu avtomashinamizni birinchi va 3-chi gibrid variantini pozitsiyalarini aytib o'tmoqchiman. Siz 3 yilgacha bo'lgan rassrochkaga xarid qila olasiz. Agarda siz ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni full pozitsiyalardan bittasidan 4 ta ballon tortadigan 2 turbo dvigatel 254 ot kuchi
4 portionli nemetskiy motor, nemetskiy korobkaga, ya'ni 8 bosqichli avtomat korobkali avtomashinamizni tanlasangiz agar 5 yilgacha bo'lgan, ya'ni 60 oygacha bo'lgan variantda sizga рассрочкаga chiqarib beramiz. Eng muhimi bosh to'lovdan зависит, ya'ni bosh to'lovingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha muddat uzoq bo'ladi рассрочкамizda, a bosh to'lovingiz qancha kamroq bo'lsa, shuncha muddat ham kamayadi. Ya'ni siz grubo olganda 30% yoki 25% to'lov qilsangiz 20 oy taxminan 2 yilgacha bo'lgan рассрочкаga chiqarib bera olamiz. Ya'ni siz 30% to'lov qilib, 20 oyga рассрочкаga xarid qilasiz. Buni aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Pastdagi raqamlarga telefon qilishni unutmanglar yoki kommentariyada siz xohlagan avtomashinani yozib ketishlaringizni xohlaymiz, чтобы menejerlarimiz sizlar bilan aloqaga chiqishsin. Xohlasangiz agar kommentariyada nomer telefoningiz va qaysi model bilan qiziqayotganingizni yozib qoldiring. Menejerlarimiz sizlarga aloqaga chiqishadi. Eng muhimi bu avtomashinamiz hozir butun O'zbekiston bo'yicha garantiya bo'yicha, ya'ni 6 yil 200 ming kilometr masofagacha bo'lgan garantiyani tashkil etadi. Butun O'zbekiston bo'yicha bu garantiyalarimiz действие qiladi. Любой bitta viloyatdan kelasizmi, bizdan xarid qilib ketsangiz ham o'zingizni viloyatingizda biz texnik xizmatlarni ko'rsatib bera olamiz. Tek avtomashinamizga o'tsak agar, tek avtomashinamiz hozirgi damda eng statusli avtomashinamiz, ya'ni butun O'zbekiston biladi, arab sheyxlarini любимчики bo'lgan bu avtomashinamizda sizlarga 4 yilga, ya'ni 48 oyga foizsiz bo'lib to'lashga rasmiylashtirib chiqarib bera olamiz. Bu avtomashinamiz 2 turbo dvigatel, 254 o't kuchi, 4 portionli germanskiy motor, 7 bosqichli avtomat korobkadan iborat bo'ladi bu avtomashinamiz. Hozirgi damda sizlarga qisqacha o'zini ma'lumotlarini aytib o'tyapmiz. To'liq ma'lumot uchun yana aytaman, pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. 48 oyga foizsiz muddatli to'lovga rasmiylashtirib beramiz. Bundan tashqari avtomashinamizni full paket funksiyalarini sizlarga o'rnatib ham beramiz. Bu avtomashinamiz hozirgi damda bunday qora rangidan bor, istalgan seri rangidan, ya'ni Silver Snow rangidan mavjud. Bemalol kelib rasmiylashtirib olib chiqib ketishlaringiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatimiz ham bor va butun O'zbekistondan kelsalaringiz agar test drive xizmatimiz mavjud, ya'ni haydab ko'rib bilasizlar. Qaysi avtosalonga borsangiz sizga haydab ko'rish yo'q yoki taqdim qila olmasa agar, ishoningki, u o'zining mashinasiga ishonmaydi va sizga test drive'ni taqdim qila olmaydi, yetakchi sizga tavsiya bermaydi. Biz O'zbekiston bo'yicha har bitta mijozimizga aytamiz, bizani avtosalonga kelgan paytda haydab ko'rishlarini taklif qilamiz. Nima sababdan? Chunki siz mashinani test qilib ko'rasiz, haydab ko'rasiz, taassurotlarga ega bo'lasiz. Testdan o'tkazgan paytingizda endi yamalabga kirishingiz mumkin yoki notekis yo'llarda haydashingiz mumkin. Notekis yo'lda haydagan paytda mashina qanday o'zini his qilishini siz o'sha taassurotga ega bo'lasiz va ishonch hosil qilasiz. Komforti, o'zini kачествосiga, o'zini puliga dostoyni mashinaligini. Plus 7 kishilik avtomashinamiz butun O'zbekiston bo'yicha eng ko'p sotiladi va 7 kishilik avtomashinamizdan, ya'ni X70 avtomashinamizdan hozirgi damda oq-qora rangi bunday mavjud. X50 avtomashinamizda esa oq-qora rangi, ko'k rangi, Phantom Grey rangi va Silver Snow rangidan bunday bor. T1 avtomashinamizni xohlasalaringiz agar, T1 avtomashinamizni hozirgi damda yashil matvoy rangi, qora rangi, oq rangidan hozirgi damda nalichi mavjud. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Aytgancha dashing so'raganlar uchun dashing avtomashinamizni ham 3 yilgacha bo'lgan рассрочкаga chiqarib beryapmiz. Ya'ni 3 yilga muddatga рассрочкаga xarid qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. Nalichi hozir 2 dona qora rangidan qolgan. Barchangizni Jutur qarshi avtosalonida kutib qolamiz.